Birinchi ko'r больницаdan chiqdim-da. Xolam kecha operatsiya bo'lganlar, narkozdan chiqdilar. Ovqatlarni olaman, hozir dorilarni olaman, yana kirib ketaman. Bitta narsani sizlarga aytmoqchiman. Shunaqa bir juda ham katta o'zim uchun fikr oldim. Kirganda yig'lab yordim-da, ishoninglar. Kirganda yig'lab yordim, o'zim ushalmadim. Endi tug'ilgandan to 100 yoshgacha ham xasta insonlar bordi, bemor insonlar bordi. Endi shunaqa qarashyapti menga, shunaqa qarashyapti. Ichlardan qanaqa hislar o'tayotganini his qilib-yordim-da, borib. Men sog'lom kirib kelganim o'zida qaniydi mana shunaqa sog'lom bo'lsam degan fikrlar o'tgandi ich-ichida inson. Men o'sha narsani his qildim. Bilasizlarmi, qanaqadir problemalar bo'ladi hayotda, nimadirlar orqaga ketib qoladi, nimadirlar o'xshamaydi. O'sha payt bir nogoh o'zimizni bilmagan holda ham hayotimiz uchun noshukurchilik qilib qo'yamiz-da. O'shanaqa vaqtda hammaga tavsiyam bir marta bo'lsa ham больницаga kirib ko'ringlar. Bemor insonlar bor, xasta insonlar bor, больницаga kirib ko'ringlar. O'tdagi holatni, o'tdagi aurani, o'tdagi insonlarni hayoti uchun kurashayotganini ko'rib hamchi har bitta sog'lom bosayotgan qadaminglar uchun shukr qilar ekansizlar. Oddiy misol uchun uydan chiqib mashinaga o'tirib ishga bora olishingiz ham bilasizmi, necha million inson uchun prosta orzu, ushalmas orzu. Biz o'tiramiz, nimaga tug'ildim, nimaga yashayapman deb o'ylanib o'tiramiz-da. Sizni shu yashayotganingiz, shu toza havodan nafas olayotganingiz o'zi qanaqa baxt. Nechta odamlar yetolmaydi o'sha narsaga. Kislorodda yashayotgan odamlar qanchada. O'shaning uchun sal noshukurchilikni his qildingizmi, o'zingizda bo'ldi, больницаga boring. Shukr qilarsiz. Men sizlarga aytayapman, shukr qilarsiz. Men zinadan tushyapman-da. Allohim deyapman. Nafas olayotganimga shukr deyapman-da. Men hozir chiqib borib ovqatlanaman, boshqa qilaman. Shuni o'ziga shukr deyapman-da. Mol-mulk orqasidan quvamiz, nimadirlarga erishamiz deb harakat qilamiz, lekin baxt mana shu oddiy sog'lom yashayotganimizdaligini unutib qo'yamiz-da. Baytam bu video sizlarga eslatma bo'lsin. Mana даже bir-birimizni ko'rayotganimizni, sizlar meni video orqali ko'rayotganinglar, buni o'zi qanaqa katta baxt. Baytam baxtni melch narsalardan qidiringlar, shukr qilishni o'rganinglar. Hammanglar doim sog'-salomat bo'linglar. Men esa dal shu ishlarim bilan ketdim. Hozir ovqatlarni olaman. Hammanglarga sog'lik, salomatlik tilayman.